Assalomu alaykum Samarqand uylarini qadrli obunachilar. Sizlar uchun ajoyib uyni obzoriga keldim. Kotej so'raganlarga bitta like bosib qo'yasizlar. Toyloqdan juda ham ko'pchilik so'ragan edi. Marhamat, sizlar uchun Toyloqda eng zo'r lokatsiyasidan bo'lgan Sochakdan, Sochak Payon degan mahallasidan bitta zo'r kotejni ko'rsataman. Keling, kotejni ko'rishimizdan oldin bitta sizlarga mahallani tanishtirib chiqsam. Buni qarang, chiroyliligini hozir quyoshda olyapman. Buncha yetkazib bera olmasligim mumkin atmosferani. Mahallani qarang, toza, keng, bemalol, maza qilib, qo'shnilar ajoyib, hammasi juda faizli xonadonlar. Yaxshi qo'shnilar joylashgan mana. Suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q. Mana bu sotiladigan kottejimizning fasad qismi, orqasida archalariga ega. Xo'p, ichkaridan tomosha qilamiz. Old sotiq ekan. Suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q deyishdi. Mana bu navesimiz bo'ladi, mashinani qo'yib qo'yasiz bu yerga. Xo'p, bu yerda kirganimizda yashilgina hududcha bo'lar, kichkinagina. Demak, hovlimiz ichiga, yashil maydonning ichiga mevali daraxtlar ekilgan. Ko'rishingiz mumkin. Har xil mevali daraxtlar bor. Xo'p, to'g'rida alohida sanuzel bo'lyapti, tashqaridagi hojatxonalar. Va mana shunday shinamgina ko'rinishda. Hovlida, to'g'rimi? Mana shu uyning narxiga ham hozir bitta kvartira beryapti, 3 xonalik. Bu esa 6 sotixlik kotej, uy, xonadon, hovli. Buni o'ziga yarasha gashti bor. Kechqurunlari chiqib, motorni yoqib, suvlarni sepib, bunga nima yetsin? Xo'p, to'g'rimizdagi xona bu kotelni xona bo'ladi. Isitish moslamalari mana shu yerga o'rnatilgan. Hozir endi xonalarini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Videoga bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda bizni mana bu yerda bitta umumanlik kutib oladi, qo'lli yuvolishga mana ko'rishingiz mumkin. Kiroverish qismimiz mana shunaqa ko'rinishda. Uyda deyarli xarajat yo'q do'stlar. Remontlar juda ham a'lo. Asfijit qilingan uyda yashab turibdi odam, anaqa to'kilgan kotej emas. Juda ham faizli xonadon. Bu tomonda uyimizda oshxonasi, ayollarimiz uchun ovqat pishirishga hamma shart-sharoitlari yaratilgan. Bu yerda bitta xontaxta qo'yib olasiz yoki yana uголок qo'yib olishingiz mumkin. Xo'p. Mana bu oshxona orqali biz balkonga chiqamiz. Balkonimizga agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, podval qismi qilingan 1.20 dedi. Bemalol tikka turib yuradi odam deyishdi. Mana bu kirsak, bemalol foydalanasiz bundan ham. Xo'p, bu yerdan mana tashqariga chiqish uchun alohida xotlar bor. Bu o'zi ochiq balkon bo'lishi kerak proyekt bo'yicha mana xarajat qilib yopib qo'yibdi. Vobshe zo'r foydalanasiz. Zalga ham chiqsak bo'ladi bu tomondan. Sizlarga tushunish bo'lishi uchun men har doimgidek koridordan hamma xonalarni ko'rsatib chiqaman. Demak, zalimizda eshigi 2 tabaqali, bemalol mehmonlaringizni mana shu yerga qabul qilib olasiz. To'y ma'rakalarda, tug'ilgan kunlarda maza qilib yashaysizlar. Xo'p. Zaldan ham mana chiqish joyimiz bor o'sha balkonga va tashqariga endi qolgan xonalarini ko'rib chiqamiz. Ichkarida ham 2 ta sanuzel bo'ladi, marhamat. Ko'rishingiz mumkin, to'liq kafilda. Va bu tomonda ham yana bitta alohida hojatxona mavjud. Mana. Bu yoqda uyimizda yotoqxonalari joylashadi. Proyekt a'lo darajada. Mana spalniyalarimiz. Hammasining derazasi ko'cha tomonga qaragan. Mana bu yerda ham yotoqxona. Mana shunaqa, mana. Hech qanaqa aybi yo'q do'stlar. Toza kirib yashaysiz. Xohlasangiz, abo'y qilaman desangiz, abo'yga qiziqayotganlar bo'lsa, abo'y ham qildirib olaverish mumkin. Muammo yo'q. Devorlar tep-tekis, top-toza. Demak, Sochakda bo'ldi bugungi manzilimiz. Narxini $117,000 so'ralyapti ekan. Sunnatiga ozgina o'tib beraman deyishdi. Men xonadon mulk egalarining raqamini yozib qo'yaman. Bemalol o'zlariga telefon qilib, ushbu uyni baraka qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, mabodo chaqirish esdan chiqmasin. Xo'pmi, kelishdikmi? Bitta o'shqa berasiz. Faqat shu, bo'ldi. Like, komment hammasini yozamiz, podpiska bo'lamiz, mehmon bo'lsak va qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Hammaga mana shunaqa uylar nasib qilsin.